Amerikaning sobiq Shangang universitetining virus va immunitolog mutaxassisi Yan Liming yaqinda Angliya televiziya stansiyasining ziyoratini qabul qilganda Xitoy virusini keltirib chiqargan SARS-CoV-2 ta'kidlab, Xitoy armiyasi tomonidan Wuhan virus tajribaxonasida sun'iy yasalganligini bildirgan. Gerçi bu bayonot hozir ilm-fan sohasida talash-tortish qo'zg'agan bo'lsa-mu, ammo u patiqinda o'zi va ilmiy tadqiqot guruhi tomonidan tamomlangan tadqiqot dokladini e'lon qilib, munosabatlik ilmiy isbotlarni ko'rsatadiganligini aytdi. 11 sentabr Yan Liming maxfiy joyda sin olinish orqali Angliya mustaqil televiziya stansiyasi suhbat programmasining ziyoratini qabul qilib, virus SARS-CoV-2 ning Wuhan tajribaxonasidan kelganligini, munosabatlik ilmiy isbotlarni e'lon qiladiganligini so'zlab, gen tartibi insonlarning barmoq iziga o'xshaydi. Genning tartibiga asosan virusning kelish manbasini aniqlagan bo'ladi. Men buni isbotlash bilan virusning nemishqa Xitoy tajribaxonasida paydo bo'lganligini va Xitoyning nima uchun virus ishlab chiqaruvchi ekanligini biologiyalik bilim bo'lmagan kishilarmi o'zlari tushuna oladi, topa oladi, aniqlantira oladi va dalillay oladi degan. U o'zining va yuqori darajalik olimlar guruhining Xitoy virusi SARS-CoV-2 to'g'risida ikki turli tadqiqot doklati tamomlaganligini, ularning ilmiy dalil isbot bilan virusning tajribaxonada paydo bo'lganligini isbotlaganligini, tunji doklatining kelgusi bir necha kun ichida e'lon qilinganligini oshkorlagan.